Qarang, mana shu yerga 7 ta o'zbek ko'milgan. Do'stlar, turklar o'zbeklarni qardosh xalqimiz desa, men dinimiz bir, e'tiqodimiz bir, tilimiz yaqin deb tushunardim. Qarang, endi bunga yana bitta sabab bor ekan. Qarang, mana shu yerga 7 ta o'zbek ko'milgan. Bu qabrlar Istanbulning markazida, xalq, aholi yashaydigan joyda, shundoqqina domlar tagida. Bu tomonda 4 ta qabr, bu tomonda 3 ta qabr. Bular hammasi o'zbeklar. Bular kimlar? Bular ana shu Istanbulni fath qilishda qatnashgan Sulton Mahmud, ya'ni Fotih Mehmetni askarlari bilan birgalikda jang qilgan o'zbeklar. Bular Said Abdurahmon, Said Abdurahim, Said Jafar, Said Hamza, Said Ukay va Said Abdulazizlar. Mana bu o'zbeklarni mana shu yerda ma'lumotni ham yozib qo'ygan. Qarang, bu qabrda Buxorodan kelib Istanbulni fathida vazifa alan, ya'ni qatnashgan askarlar dafn etilgan deb yozib ham qo'ygan ma'lumot uchun. Bu yerda turklar mana shu joydan o'tayotganda mana shu qabrlarga hurmat bajo keltirib duolar o'qib o'tishar ekan. Bu albatta hurmatga sazovor. Shunaqa do'stlar. Agar yoqqan bo'lsa, like, o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni qoldiringlar. Do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Kimlargadir bu foydali ma'lumot bo'lar. Shunaqa, bizni kuzatishda davom eting.